Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Alisher Navoiy ulug' o'zbek va turkiy xalqlar shoiri, mutafakkiri va davlat arbobi. U kishi 1941-yil 9-fevral kuni Hirot shahrida tavallud topgan. Navoiyning ilmga bo'lgan ishtiyoqi erta uyg'onib, 4 yoshida maktabda ta'lim ola boshlagan. Navoiy hazratlari 7 yoshida Farididdin Attorning Mantiq ut-Tayr asarini yoddan bilganlar. 7 yoshli Nizomiddin Mir Alisher buyuk muhaddisimiz Buxoriy hazratlarining 6000 dan ziyod hadisi shariflarini yod bilgan. Mir Alisher 7-8 yoshlaridan boshlab g'azallar yoza boshlagan. Navoiy o'smirlik yillarida o'zi sevgan shoirlarning 50 ming baytdan ortiq she'rlarini yod bilgan. Alisher Navoiy turkiy tilda yozgan she'rlariga Navoiy, forsiy tildagi she'rlariga Foniy deb taxallus qo'ygan. Alisher Navoiy 16 ta adabiy janrda ijod qilgan. Alisher Navoiyning jahon sivilizatsiyasi tarixidagi o'rnini tasavvur qilish uchun Navoiygacha bo'lgan davr hamda undan keyingi asrlarni qiyoslash kifoya. Alisher Navoiyning olamshumul asarlari tufayli o'zbek tili adabiy til sifatida uzil-kesil shakllanib, yuzlab olim va shoirlar turli mavzu va mazmundagi o'zbekcha asarlar yozish imkonini qo'lga kiritishdi. Navoiyning Bezavol hamsasi ham jahon sivilizatsiyasi yilnomasining oltin sahifasini tashkil etadi. O'zbek xalqi tafakkuri qomusi o'laroq yaratilgan bu asar Sohibqiron Amir Temur asos solgan qudratli saltanatda amalga oshirilgan ma'naviy islohotlarning xulosasi o'laroq maydonga chiqdi. Navoiy turkiy tildagi ilk hamsani 2 yil davomida yozadi. Dunyoning 64 tiliga tarjima qilingan bu asar 51 ming misradan ortiq. 5 ta dostondan iborat ushbu muazzam asar o'zbek xalqining ma'naviy qudrati, uning harbiy va siyosiy salohiyatidan ustunroq ekani, ma'naviyat va adolat o'zbek davlatchiligi va mentalitetining asosini tashkil etishini yaqqol isbotidir. Jahon tarixini o'zbek xalqi asos solgan davlatchilik tarixsiz tasavvur etib bo'lmaganidek, dunyo adabiyoti, insoniyat tafakkuri tarixini Alisher Navoiy siymosi va uning qalamiga mansub asarlarisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Mazkur kitob yosh avlodning ko'nglida ezgulik, diyonat, ma'rifat va muhabbat kabi ezgu tuyg'ularning barqaror va bardavom bo'lishiga ko'mak beradi deb umid qilamiz. Sizlarni ushbu kitobni o'qish uchun Bo'ka tuman axborot kutubxona markazida kutib qolamiz.